birinchi raundga start berildi. Mana shu kartaga eng yengil jangchilar super yengil vaznda jang qilishadi. Albatta, eng uzoqdan kelgan mehmon desak ham bo'ladi, braziliyalik. Jose Aldoni yodga solib yuborar ekan, o'xshab ketar ekan. O'zi ushbu kartda Ramazon Temirov bilan Jose Aldo kurashishi kerak ham deyishdi-ku. Lekin o'xshamay qolibdi ko'rishuvlar. Hozircha qo'rqituv o'yini ketyapti desak to'g'ri bo'ladi. Ha, albatta, Furqatbek Yoqubovning kuchli jihati bu stoyka yaxshi, oldingi qo'l aniq. Kickboksing bo'yicha O'zbekiston chempionligini ham qo'lga kiritgan. Demak, raqibda ham kuchli tomoni bu stoyka ekan, chunki uning g'alabalarining ichida 9 tasi nokaut, 9 tasi hakamlar qarorigacha va hech qachon submission qilmagan raqiblarni. Demak, Braziliya jiu-jitsusi bu yerda ishlamaydi menimcha. U qadar yuqori emas ekan. Agar braziliyalik jangchi birorta submission bilan yutmagan bo'lsa, demak, uning bazasi haqiqatan stoyka. To'g'ri. Low kick. Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Furqatbek Yoqubov UFC'ga yaqin kelgan jangchi hisoblanadi. Albatta. The Ultimate Fighter, ya'ni TUF shousidan qatnashib, afsuski omad kelmagan o'shanda. Adashmasam Idris Alibiga yutqazib qo'ygandi. Alibi Idris bilan jangda omad kelmagan. Hozirda stoykada yaxshi raundlik. O'tkaza oldi. Navbatdagisi. Hozir kelib oldi raqib. U Xitoyga juda kuchli zarba yo'llay oldi. Braziliyalik jangchi. Qarang, qo'llar pastda. O'zining texnikasiga ishonmadi u. Menimcha capoeira uslubi bu. Capoeira. Braziliya milliy sport turiga kiradi capoeira ham. Yaxshi, oldingi qo'lda faol ikkilik zarbasi. Yoqubov so'l zarbasi. O'ng qo'l o'tkaza oldi, yon tomonga yo'llangan zarba, yana bir jeb, aniq. Yoqubov navbatdagi ground kick. Bu yerda ortidan yurib uryapti. Kerak yaqin seriyalarni ijro etdi. Machado Nascimento yaqin bo'lgan holatda ko'p zarba berib yubordi. Mana bu yerda qo'llarini biroz yopiq harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Nascimento yaxshi tuta oldi, oldingi qo'l bilan Yoqubov. Mana javob. Overhand o'tmadi. Furqatbek Yoqubovning o'ng ko'zi biroz qizargan. Nascimentoda esa hammasi joyida hozir. Yaxshi low kick. Nokautlardan ehtiyot bo'lish kerak Furqatbek, chunki unda 3 ta mag'lubiyat bor. Texnik nokautlardan. Tuta oldi. Yoqubov hujumni davom ettirmoqda. Zarbasi chap berib qo'ygan qocholdi. Hayki, orqasidan qo'shib bordi, o'ng qo'ldan navbatdagi aylanma zarba. Javob qaytarishga harakat qilyapti vaqtida Machado. Mana oldin qo'l o'tdi va javobini ham oldi. Jab zarbalari oldinga boryapti Furqatbek. Hayki. Yana oldinga qo'llanib Yoqubov. Danaga zarba Machado. Yaqin masofadagi qarama-qarshilik va birinchi raundga nihoya yasalmoqda.
Bilasizmi, Shohrux Furqatbek Yoqubov o'sha super yengil vazn toifasida harakat qiladi, 56-7 kilogramda. Bu vazn toifasida yurtimizda juda ham